Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Inject Medical ko'p tarmoqli klinikamizda tugunli bo'qoq autoimmun tiroidit kasalligi bilan navbatdagi shifo topgan bemorimiz bizga yurak tez urishi, hansirash va yana qanaqa shikoyatlar bilan kelganini o'zlaridan ma'lumot olamiz. Qisqacha qanaqa shikoyatlar bilan keldingiz, ikki kurs muolajadan keyin qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, aytib bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, vatandoshlar. Biz mana shu Inject Medical klinikasiga 2 oy oldin keldik. 2 oy, taxminan 2,5 oy oldin keldik. Mana bu ikkinchi kursni tugatdik. Ikkita kurs kelganimizda shunaqangi chiroyli o'zgarishlar bo'ldi. Bu bo'rttirib aytishlik yoki boshqa narsa emas. Ochiq, xolis gapiryapman. Mana ayolim 22 yildan beri tugunli bo'qoq, zaharli bo'qoq bilan 22 yildan beri qiynalib kelamiz. Mana shuni olasida qancha qiyinchiliklar chekdi. Men o'zim ham YouTube'da kuzatib, Furqat akam, mana Dilshod akamni ko'rib, shunaqa chiroyli holatda, kayfiyatda keldimki, kelib davolandik. Bu juda katta natijaga erishdik. Ikkita kursni o'zida tugunli bo'qoq so'rilib ketdi hammasi. Mana ikkita kursni o'zida mana natija zo'r. Hammasi so'rilib ketdi, bo'qoqlar so'rilib. Sog'liqlari ham yaxshi, yurak urishlari joyiga tushdi. Tez salga charchab qolardi, asabiylashib, shunaqa bir xunuk holatlar bo'lardi. Mana shulardan hammasidan Alloh bizga shifo berdi. Olamlar mana Dilshod akam, Furqat akalarimning sababi bilan mana shunaqa bir chiroyli natijalarga erishdik. Kelinglar, mana shu yerga kelib davolaninglar. Biz hammalarga tavsiya beraman. Katta rahmat. Bularda umuman aytmoqchiligimiz tirazol, merkazalin yoki bo'lmasam elteraksil sintetik gormonal preparatlarni uzoq muddat qabul qilishda faqat davolashdan tashqari boshqa asoratlar ham kuzatilishi mumkin. Shuning uchun ular uzoq muddatdan buyon merkazalin, tirazol preparatlari qabul qilishgan. Buni biz ma'lum bir darajada dozani kamaytirib, o'sha ikkinchi kursdan butkul o'zi merkazalin ichmayapsizlar. Merkazalin ichmayaptilar. Shu preparatlarni qabul qilmasalar yurak urishlari normada, boshqa shikoyatlar yo'q. Va tugunlar, ular aytganidek, haqiqatan ham ikkita kurs muolajadan keyin 40 kundan keyin biz o'zi qilganimizda tugunlar kuzatilmadi. Demak, tugunlar butkul so'yilganini ko'rishimiz mumkin. Hammangizga katta rahmat, sog' bo'linglar. Bunaqa natijalarni ko'p yana Telegram sahifamizga, YouTube sahifamizga, Instagram sahifamizga berib boramiz, xudo xohlasa.